Jasur, molday semirib ketibsan-ku. Qatta semiraman, Ha, mana qavat-qavat bo'yatdi yog'laring. Endi uylangandan keyin semirarkan-da odam. O'zi bugundan diyeta bilan turnirkan boshlayman. Bolalar, bugun choyxona esinglardami? 3 xil ovqat aytib qo'yganman, yeb ichar deb maza qilib o'tiramiz o'zi ham. Jasur bora olmas ekan, dietada ekan u. Men bora olmayman, boraman. Bir kun ishlasam hal qilmaydi, ertadan boshlayman diyeta. Qarochi bolalar, ertaga akamni to'yi. Ertalabdan nahorosh, keyin kiyovlavkar, večer, xullas 3-4 kun yeb ichar bo'ladi, o'sha yerda bo'lasizlar. Men zalda gaplashib qo'yganman, o'sha ertadan chiqmasam bo'lmaydi. Qorin yo'qotish kerak. Kelmasang oqqa boraman aytib qo'y. Ha, bo'pti, to'ydan keyin boshlayman zalda. Dada, mana boraman. Faqat men diyeta boshlaganman-ku, bilasan-ku, xotin. O'zi shunaqa, to'yimni ovqat qilganda yeyman deysiz. Ha, bo'pti, yeyman. So'z o'sha mantin hozir boraman. Onasini ko'rsin, bunaqada qachon ozaman, U qorimga qara 2 kilogramm oshni 15 minutda yeb bersang zo'r yutib bor ekan. Menga nima aloqasi bor buni? Sen molda yeysan, bir o'tirishda yeyverasan, davay o'ynab ko'r. Yo, men hozir diyetadaman, ochil yemayman. $100 ber ekan, Jasur. Nechi pul bersam yemayman baba. Ochil, men diyetadaman. Hozir ozishim kerakman. Qo'yil, yevordi Jasur. Ko'rinishib ketdi. Endi bu pulni ozish uchun ishlataman. Jasur, sen dietada eding-a? Ha, bilinyaptimi? Zo'r foyda qilibdi. Ancha semirib qolsan. Ha, semiryapman. Suv ichsam ham semiryapman, nafas olsam ham semiryapman. O'zi nima ozishim kerak, ha? Kim bo'lsang boru, borimcha qabul qilsin. Suéltalo, Rocky. Voy, bilin, vashchi isib ketyapti-ku. Konsertni yoqqanmisan, o'rtoq? Ha, yoqqanman-ku, ko'rmayapsanmi? Umuman sovuq bermayapti-ku. Issiqni ko'rmayapsan, shu issiqda ishlayapti-ham. Issiqda grill bo'lib qoladi-yu odam. Mana bolalar. Javob muzdek yo'q ekan, melig'da olibsan. Xolodilnikka endi qo'ygan ekan-da. Shu issiqda borib kelganiga shukr qilsang-chi. Men buni o'zing ichgin, dacha nima bo'ldi? Gaplashdim, joy yo'q ekan. Bitta narsa eplolmaysanlar bor-ku. Shu issiqda mazza qilib dacha chiqish kerak-da, cho'milish kerak. Bu issiqqa chidab bo'lmayapti-ku, nima? Shunaqa ham issiq bo'ladimi? Xudoga shukr, shamol yurdi. Assalomu alaykum, hormanglar. Alaykum assalom. Mana, muzdekkina suvdan olinglar. Rahmat kattakon, baraka topinglar. Menga emas, sizlarga rahmat kattakon. Jo'q, mayda pulingizda menga ham to'lab o'rgan, men maydam yo'qdi. 5 yildan beri maydan yo'q sani. Bolalar, shu 210 ming bo'pti, yig' o'raylik. Menikini hisoblab, shuni olib qolarsan. Mana menda ham mayda yo'q edi. Bo'ldi, kelishib ketamiz, ha. Mana aka 210 ming. Bolalar, maydasi yo'q ekan, surishib ketamiz. Bola, magazinga kiryapman. Ichgan nima olay? Menga bitta kola. Menga ham bitta kola olgin. Senga nima olay? Menga shart emas, men boya ichuvdim. Masalan, Qani bitta berchi menga ham davlat. Tamam, ko'raylik qani. Normali. Sendan so'radi-yu, ne aytmading o'zingga? 35 ming bo'pti. Ochilsani naq bo'lsa berib yuborgin, meni kassada edi. 5 ta shundan qilasan, naq bilan olib yurgan. Tezroq bergin, aka kutib qoldilar. Bo'pti, aka, shuni olib qoling. Jo'q, sigaretingni berib turgan. O'zingnikidan chiq. Meniki tepmayapti-da, cho'ta. Ikkalamiz ham bir xil oldik-ku. Sani boshqacha-da, baribir zajgalkangni ham yo'qordik. Ochib srochni turizmga qarz berib turgin, bir haftada qaytaraman. Qani qaytarasanmi? Zubdayu. Bo'ldi, mana. Mana javob 200 ming qarzimni 2 kunda qaytaraman deganmidim. Zubdayu, uka. Malades, respektlagan. Tak endi davlatdan 600 ming qarz olib ochlikni yopsam, keyin Asaddan qarz olib, davlat qarzini yopaman. Qanday yashash bilaman, Iltimos, jo'ra, 100 ming so'm qarz berib tur, ertaga aniq qaytaraman. Bo'ldi, o'rtoq, odamlar qarayapti. Tur, 100 mingmi? Mana. Rahmat, jo'ra. Ertaga aniq qaytarasan, ha? Ertaga aniq qaytaraman. O'rtoq, ertaga beraman deganingga ham bir hafta bo'ldi. Shunga xazin berasanmi? Men ovqat yegan, endi shuni so'ray. Ha, noto'g'ri tushunyapsan. To'g'ri tushunolmasam, to'g'ri tushunaman. Endi ovqat yemasa senga qarzim berishim kerakmi? Ay, voy, Ishtaham ham bo'g'ling bor, endi ovqat o'tmaydi menga. Ya, Jasur, yangi kiyim olyapsan. Ha, qishga yangi kiyim olayotgandim o'zimga.
Agar puling bo'lsa, qarzingni berasanmi? Nima qilyapsiz? Endi kiyim olmasdan qishda yalang'och yurishim kerakmi? Olaver, endi qarzing bor-ku. Beraman o'sha qarzimni. Bunchalik past bo'lmaydi, lekin javob odamda uyatan bo'lishi kerak. O'zim pulim-ku. Jahilvoy, mashina bor bo'lsin. Rahmat jo'ra. Ana u 100 mingni endi berarsan. Endi shu xursandchilik kunimda ham betimga sol. O'sha 100 ming bergan betimga sol, mana sol. Endi Nima endi? Shunday kunda atab so'ramagin. Mana qarasa, erkakmisan, nabzing bormi? Qachon qaytarasan? Masalan, o'sha kun ruchat qilganmanmi? Qaytar endi. ha, jasur ishlaymi? Qarzini bermayapti. Qancha edi? 300 so'm. 3000? Ha. O mani 100 mingimni bir yildan beri bermayapsan. 3 mingni so'rayapsanmi? Kech bor ey. Tanishing, bular eng yaqin do'stlar. Qo'ykanlar bashirang biz qaymomasani. Jazolcha hazillashma. Tiring o'stimsani. Bu esa uning isboti. Ular bir-biridan hech narsani qizg'onmaydi. Mana kimni birovga beringda yurmasan damidi. Vahima qilma beraman ertaga. Ertaga jo'nada yurgin-chi. Bar. Bo'lmasa shimmaniki beqolga. Ular hatto bir mayzni 40 bo'lib yeydi. Uni yuvib kelgancha ovqatini yeb qo'yganmisan? Meni o'zimga to'ymadim-da. Birovni ovqatini yeb bo'lmaydi. Sen birovmassan, o'rtoq. Ular bir-biriga berganini hech qachon hisoblamaydi. Mana 2 hafta oldin 17 ming olgansan, olishni hammasi bo'lib 130 ming so'm. O'tgan hafta ochish puli men berganman, 67 ming. Mana 3 martadan beri taksi puli men beryapman. Men bilmayman, qarzdan to'lab qo'ygan, tushundingmi? Hozir. Alo. Lekin ular Dadam bani sevib qoldi. Ahvollari yaxshimi, nima bo'ldi? Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. To'lovini qilsanglar, operatsiyani boshlaymiz. Nimaga yubora olmaysiz, aka? Topish kerak, qarz oling, bir narsa qiling. Qarindoshlardan ham chiqmayapti, bilmayman, aka, topish kerak. Operatsiyani hozir boshlab tursanglar, to'lovini keyinroq qilsam ham bo'ladimi? To'lovini qilib ketishdi-yu. Kim qildi? Boy o'rtog'ingizda. Rahmat o'rtoq. O'rtoqim rahmat deydimi, chichqo? Kim o'rgatyapti senga? Ayni rahmat deydi-da. lekin ular og'ir kunda bir-birini yolg'iz tashlab qo'ymaydi.